Assalomu alaykum hammaga. Mana obyektimiz birinchi xonasi bo'ldi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi ekstradivanisa HV qilingan ishlarimiz. Devor, patolog. Bu operatsioniy xona. Eshik yoni endi hal bo'ladi. Eshik balkim olinishi mumkin. Mana profillar qattiq profildan bo'ladi. Knaf eng qattiq profilidan. Xuddi shu ko'rinishda umuman samarasiz hech narsa ishlatilmaydi. Orqasi eng yaxshi kelaydan kalbasa kelayda bor, o'shandan qatirilgan. Mana bunday skochi. O'zining ikkita двухсторонний skoch va kalbasa kelay. Mana shu narsadan ishlatiladi. Ishimizga baho berib, like bosib qo'yaverasizlar.